Bugun sizlarga ulitkalarım uchun sushi yamidan kelgan sovg'alarni ko'rsataman. Agar xabaringlar bo'lsa, ulitkalar bodringni juda ham yaxshi ko'radi. Ayniqsa urug'li qismini. Ahamiyat bersa ulitkalar birinchi bo'lib o'rtasini yeydi, keyin esa chekka qismlarini o'lgan kundan yeb berishadi. Bilasizlar, qishga kelib bodringlar juda ham qimmatlashib ketadi. Shu sababdan ham qovoq berishni boshlamoqchi edim. Qovoq qishda eng qulay variant hisoblanadi. Lekin baxtimizga Izzat aka To'ychiyev menga shunaqa deb yozib qoldi. Albatta men bundan juda ham xursand bo'ldim. Eng qizig'i, sushi yamini bitta filiali o'zimning mahallamda. Uzog'i 10 minutli yo'l. Endi har kun ulitkalarim uchun sushi yami bizga tekin bodring berishyapti. Bu ulitkalar menga kelayotganda ahvoli bunchalik ayanchli deb o'ylamagandim. Eng achinarlisi bu holat menda birinchisi emas. Ulitkalarni bunchalik qiynab boqgandan boqmasdan ishonchli qo'llarga topshirish ancha yaxshiroq deb o'ylayman. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, bu ulitkalar bu holatga kelib qolishining asosiy sababi nimada? Asosiy sababi umuman kalsiysiz boqishda yoki bo'lmasa sifatsiz kalsiy bilan boqishda. Bu ulitkalarni tuzatish uchun bir haftadan beri harakat qilaman. Har kuni ramashkali choyga cho'miltirib, sifatli o'zim tayyorlagan kalsiylardan berib, undan tashqari kuchli kalsiy manbai bo'lgan sepiyadan ham beraman. Bularni to'liq o'ziga kelish uchun yana vaqt kerak bo'ladi. Ideal ulitkalarni sotuvga chiqarmayotganim sababi bunaqa ideal emas ulitkalar juda ham ko'p. Agar bularni sotmasam, uyim ulitkalarga to'lib ketadi. Yaxshi sharoitda kalsiy bilan boqilsa, shunaqa qilib ideal bo'lib o'sib ketadi. Ko'rib turganinglardek yangi o'sayotgan qismi muammosiz o'sadi. Sizlarda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizda ikkita akkauntimiz bor. Ularni bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi. Ulitkalarni to'g'ri parvarish qilish, tuxumlarni to'g'ri ochittirish, kasal ulitkalarni davolash va shu kabi har xil muammolarni eksperiment qilib yashirmasdan ko'rsatib boramiz. Agar ulitkalarni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga zo'r imkoniyat. Sababi toshdagi muammolar kelajakdagi tuxumlarga ta'sir qilmaydi. Bemalol ko'paytirsanglar bo'ladi. Meni mushugim yo'q, lekin ko'chadagi mushuklarni ko'rsam rahmim keladi. Sovuqda, och holda yurishadi. Men bekorchi narsalarga pul sarflamasam, bir ikkita mushukni qorni to'yishi mumkin. Bu maqtanish emas, bu insoniylik. Bunaqa insonlar juda ham ko'p. Men esa ularning safi kengayishini xohlayman. Bu oyda o'zim uchun kichkina va yoqimtoy 2 oylik mushuk olishni maqsad qildim. Bugun sizlar bilan buyurtmalarni tayyorlab, aynan buyurtma berishga aloqador narsalar haqida gaplashamiz. Buyurtma berish uchun birinchi o'rinda direktga yozasiz. O'zingizga qulay va yoqgan ulitkani tanlab to'lov qilasiz va buyurtma qabul qilinadi. Buyurtmalar asosan viloyatlarga BTS pochta orqali dushanba, chorshanba va juma kunlari jo'natiladi. Pochta zakazlarni O'zbekiston hududida asosan bir kunda, ba'zi joylarga esa 2 kunda yetkazib yuboradi. Pochtadan jo'natilgan ulitkalarimiz o'lib qolmaydi, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Toshkent shahrida esa Yakkasaroydan har kun dostavka mavjud, faqat Yandex orqali boradi. Endi esa qanaqa holatlarda buyurtmalar qabul qilinmasligini gaplashamiz. Agar to'lov oldindan qilinmasa, buyurtmalar qabul qilinmaydi. Yoki bo'lmasa 1 yoki 2 dona ulitka so'ralsa ham. Buning asosiy sababi 1 yoki 2 dona ulitka o'lib qolish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun eng kamida 4 dona ulitka sotiladi. Ikkinchi sababi esa bu upakovka. Buyurtmani istalgan idishga solib jo'nata olmayman. Yoki bo'lmasa sifati past, arzon idishlarga ham solmayman. Birinchi o'rinda xavfsizlik. Har bitta zakaz upakovkasi menga o'rtacha 10 ming so'mga aylangan. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan shunaqa bo'tqachalarni qanaqa qilib tayyorlashni o'rganamiz. Bizga eng birinchi o'rinda sveji bodring kerak bo'ladi. O'zim tayyorlagan kalsiy, undan keyin esa har safar oyimlardan yashirib ishlatadigan blendercham. Bodringlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Bodringlar suvli bo'lsa, osonroq tayyor bo'ladi. Endi bodringlarni blenderga solib maydalaymiz. Men kamroq solganim uchun birinchi marta maydalolmadim. Qolgan bodringlarni ham solib, undan tashqari kalsiydan ham ko'proq qilib sovuramiz. Ko'rib turganimizdek kashamiz tayyor. Endi buni o'zimcha eski idishchamga soldim. Ulitkalarimni bo'yi yetmadi. Shuning uchun qulay idishga soldim. Bu panterkalarimni qorni to'qidi, lekin shunda ham videoni bu qismiga gap topolmadim. Xullas yugurib yurishdi. Bu yoqda esa o'zi ham 15 yil joydan olib qolgan ona ulitkalarim. Bularni qorni ochidi, lekin ko'p bo'lishgani uchun menimcha yeyish noqulay bo'ldi. Keyin safar boshqacharoq idish topaman. Bu safar bo'tqachamizni bodringdan tayyorladik. Ertaga endi qavolisini qilib ko'ramiz. Shu videoni montajini qilayotganda nima haqida gapirgan deb juda ham ko'p o'ylandim. Kommentariyada yozilgan negativlarga atvet qaytarimikan deb o'yladim. Lekin ular uchun shuncha qilgan harakatimga achinaman. Oldinlari negativlarni yoqtirardim. Atak hozir ham yaxshi ko'raman. Sababi ular yozgan har bitta negativ video tezroq ro'yobga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun menga kimdir negativ yozsa, hech xafa bo'lmayman, faqat xursand bo'laman. Lekin urishib, talashib ketgim kelmaydi. Xafa qilib qo'ysam, keyin yozmay qolishi mumkin. O'shaning uchun bemalol bexijolat negativ yozib 5-6 ta kommentariyamda urishib o'tirsanglar ham bo'ladi. Sizlar uchun hisoblab chiqdim. Videoim 1 million prosmotr olish uchun taxminan atiga 350 ta sifatli negativ kerak ekan xolos. Faqat yaxshilab yozinglar, unaqa bir ikkita stikerlar tashlasanglar, shart emas ovora bo'lishinglar. Oxirgi paytlar Reels'ga gapirishga rostdan gap topolmayman. No Reels qo'ygim kelyapti. Tayyorlab qo'ygan videolarim juda ham ko'p, faqat gapim qolmagandi. Shuning uchun Reels'lar kam chiqyapti. Agar shunaqa bema'ni gaplar ham yoqursa, like bosib qo'yaveringlar, yana Reels'lar chiqaraveraman. 2026-yil kelishiga ham atiga 25 kun qolibdi. Shu 25 kunda nimadir maqsad qo'yib challenge o'tkazib yuboramizmi? Nima deb o'ylaysizlar? O'ylab qarasam anchadan beri 6000 tada to'xtab qolibmiz. Shuni balkim 10 mingta qilarmiz. Sizlarda yana boshqacha variantlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Anchadan beri sizlarga konteyner tozalayotgan videolarimni ko'rsatmayotgandim va nihoyat yana shunaqa videolar chiqarishni boshlaymiz. Unaqa videolar chiqarmayotganim sababi aynan o'sha video olgan kunlarim hamma joyga bardaga chiqib ketardi. O'zimni uyimda bo'lsa bemalol qilaverardim. Lekin xabaringlar bor, ulitkalarim kvartirada edi. Va Jannat opajonimni asablarimni buzmaslik uchun oddiygina tez qilib yuvib qo'yardim xolos. Kommentariyada kim basharang qursini qilavermaysizmi deb yozgan bo'lsa, o'sha meni Jannatim opajonim bo'ladi. Va yana bir ikkita shaxsiy sabablarga ko'ra ulitkalarim o'z uyiga qaytishdi. Bu videoda ko'rib turgan ulitkalar hammasi ham o'zimniki emas. Ko'plari qolmayotganlardan sotib olgan ulitkalarim.
Instagramda video ko'rib o'tirsam, yutqizgan odam wasabili roll yeyish kerak bo'lgan o'yinga ko'zim tushdi. Srazu bu videoni singilchaga tashladim. Qachondir ko'rishsak, shunaqa o'yin o'ynaymiz deb. To'g'risini aytsam, bunaqasini kutmagan edim. Ichimda o'sha paytda o'zida agar men yutsam, wasabili roll yedirmayman deb qo'ygan edim. Men yashiraman, siz teskari qarab turasiz. Teskari qarang, qaramang. Ana videoda ko'rinib turibdi. Ha. Mengachi. Bom. Bom. Bo'lmasmi? Bo'lmas. Bo'lmas. Ha, chetdagisini oldim. Bo'mmi? Yo'qmi? Bo'lmas. Bo'mmi? Bitta bom. Bom. Ey xudo, ikkinchisi. Ko'rib turganinglardek, men yutdim. O'zimga va'da qilganimdek singilchaga wasabili roll yedirmadim. Siz ham shunchaki yemasdan bu o'yinni o'ynab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Simba mani uyimga kelganining 4-kuni va bugun bizda juda ham og'ir kun bo'ldi. Kecha kechqurun Simbani qo'limda ko'tarib o'tirdim, qo'limda uxlab qoldi. Negadir juda ham issiq edi. Balki issig'i chiqayotgandir deb o'yladim. O'sha paytda o'zida veterinar qidirishni boshladim. O'zim uyimga yaqinroq joydan yaxshi joy topdim. Ertalab soat 10 bo'lishini kutib, ularga telefon qilib holatni tushuntirdim. Ko'rik uchun olib kelishimni aytishdi. Tezda tayyorlanib, soat 10:30da o'sha yetib bordik. Qarasam, o'chir juda ham ko'p. Men 9-raqamni oldim va kutishni boshladim. Orada bitta bola ham o'zini mushugini va uni 6 ta bolachasini ham olib keldi. Ular juda ham shirin ekan. Xullas 12:30da va nihoyat navbatimiz keldi. Birinchi bo'lib oddiy ko'rikdan o'tkazishdi. Ko'rinishida va tashqi tomondan hech qanaqa muammo yo'q, faqatgina qulog'ida qanaqadir infeksiya borligini aytdi va u infeksiyani dori yordamida davolasa bo'lar ekan. Keyin menga UZI qilib ko'rishni taklif berdilar. Men rozi bo'ldim. Keyin Simbani qornidagi tuklarni olib tashladilar. Kal bo'lib qoldi qorni. UZIda pochkasidan tashqari boshqa muammo yo'qligini aytdilar. Pochkasidagi muammoni faqatgina qon tahlili olingandan keyin aniq tashxis qo'yilishini va davolashi mumkinligini aytdilar. Lekin qon tahlili ozgina qimmatroq ekan, shuning uchun ertangiga qoldirishini so'radim. Menga issig'i chiqayotgani tuyulayotganini aytgandim. O'lchab berdilar va rostdan ham issig'i chiqyapti ekan. 40 gradus bo'lib ketibdi. Issig'ini tushirish uchun ukol qilib qo'yishdi. Vaznini ham o'lchab berishdi. Og'irligi 3,5 kilogramm ekan. Shunaqa qilib bugungi ko'rigimizni tugatib, kassaga pulni to'lab, eng yaqin zoomarketga bordik va veterinar yozib bergan qulog'idagi infeksiyalarga dorisini oldik. Bugun havo yaxshi bo'lgani uchun uyga peshkom qaytdik. O'zi 20 minut yo'l yurgan bo'lsa ham, 3 ta qiz mushugimni ko'rgisi keldi va albatta ko'rsatdim. Uyga kelib Simba faqat uxladi. Mazasi yo'qligi uchun umuman tegmadim, shovqin ham qilmadim. Endi ertalabgacha tezroq qon tahlili uchun pul topib, yana veterinar oldiga borishimiz kerak.